Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsligimiz video generatsiya qilishdagi start frame va end frame tushunchalari haqida bo'lib o'tadi. Ba'zilar buni start frame emas, balki force frame sifatida ham ishlatishadi. Agar shunaqangi holatlarga duch kelsanglar, hayron qolmasliklarini so'rab qolaman. Demak, biz oldingi darslarimizda ko'rib chiqqandikki, ya'ni video generatsiya qilish ikki xil usuli bor, ya'ni shunchaki prompt asosida, ya'ni matn asosida va matnga qo'shimcha ravishda kadr qo'shish, ya'ni o'sha framelarni joylashtirish orqali videomizni yaratishimiz mumkin edi. Endi bo'lsa bugun aynan shu framelar asosida video yaratishdagi afzalligi va ularni qachon ishlatish muhimligi haqida xudo xolasa sizlar bilan tanishib chiqamiz. Bu narsa sizlarga yanada aniqroq tushunarli bo'lishi uchun sizlarga metafora ko'rinishida bitta misol keltiraman. Misol uchun sizlar deylik, taksi chaqirdinglar. Taksiga aytyapsizlarki, mana qanaqadir bitta kafega olib borib deyapsiz. Va u o'ylaydiki, o'zini tushunchasi, o'zini cho'ntagidan kelib chiqqan holatda sizni qanaqadir bitta kafega olib boradi. Lekin sizni xayolingizdagi kafe umuman boshqacha edi, ya'ni darajasiga to'g'ri keladigan kafe, ya'ni siz xohlagan kafe boshqacha ko'rinishda edi va boshqacha muhitda bo'lishi kerak edi. Shunaqangi holatda siz kutmagan natijani olasiz. Video generatsiya qilishda ham aynan shu, ya'ni aniq bitta kadr joylashtirmasdan, ya'ni start frame va end frame joylashtirmasdan video generatsiya qilish aynan xuddi shu holatga aniq misol bo'la oladi. Chunki siz start frame bilan end frame joylashtirmasangiz, o'zingiz xohlamagan muhitda, o'zingiz xohlamagan qanaqadir qahramon, xullas o'zingiz xohlamagan natijani olishingizga katta bitta sabab bo'ladi. Ya'ni start framesiz video qilish. Shuning uchun bugun sizlar bilan aynan shu kadrlar asosida video generatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha ravishda sizlarga 3 ta video tayyorlab qo'ygandim. Ya'ni shunchaki matn asosida va start frame asosida tayyorlangan video va start frame, end frame dan foydalangan holatda tayyorlangan videolarni tayyorlab qo'ygandim. Ya'ni farqini sizlarga ko'rsatish maqsadida. Bundan tashqari yana darsligimiz davomida sizlar bilan amaliy ravishda bu narsani ham ko'rib chiqamiz. Demak, hozir sizlarga shunchaki matn asosida tayyorlangan videoni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu yerda men xohlagan video shunaqa bo'lishi kerak ediki, kamera ortidan bitta qo'l chiqib, shunchaki qog'ozda Sher Muhammad AI artist degan yozuv yozilgan qog'ozni shundoq qo'yish kerak edi. Demak, sizlar bilan hozir shunchaki matn asosida yaratilgan videoni ko'ramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Deylik, bizga muhit qoniqarli, qog'oz ham normalniy deylik. Lekin yozuvi ko'rib turganingizda umuman bizga to'g'ri kelmaydigan yozuvligini ko'rishimiz mumkin. Bizga bu umumiy natija umuman to'g'ri kelmaydi. Endi bo'lsa prompt va start frame yordamida yaratilgan videoni sizlarga ko'rsataman. Bu yerda start frame aynan shu mana shu joylashuv, ya'ni mramordan bo'lgan joylashuv. Demak, davomi bo'lsa, ya'ni oxirgi окончательный kadr bo'lsa, umuman joylashtirilmagan. Shunchaki promptda qog'ozda nima yozilishi aytilgan bo'ldi. Endi biz videoni ko'ramiz. Marhamat, bu yerda ham ko'rishingiz mumkinki, natija bu yerda ham xuddi shunaqa. Umuman qoniqarsiz ravishda chiqyapti. Endi bo'lsa sizlarga start frame va end frame kadrlari joylashtirilgan videoni ko'rsatmoqchiman. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, o'zimiz xohlagan muhitda, o'zimiz xohlagan qog'ozda, o'zimiz xohlagan yozuv ideal ko'rinishda chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Bu video qanaqa yaratilgan desanglar, ya'ni mana start frame ga, ya'ni first frame ga ushbu rasm joylashtirilgan. End frame da bo'lsa, ko'rishingiz mumkinki, aynan shu qog'ozda o'zimiz xohlagan yozuv joylashganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu narsadan xulosa qilinadiki, bu funksiyani qachon foydalanamiz? Ya'ni videodagi kadrni, vizualini o'zimizni kutuvimizga mos ravishda chiqishini ta'minlash maqsadida aynan shu funksiyadan foydalaniladi. Qo'shimcha qilib aytishim mumkinki, bu funksiya ya'ni aynan shu kabi yozuvli holatlarda yoki ko'rinishi aniq bo'lgan bir detallar ishlatilganda, misol uchun logotip bo'ladi, kitob, shu kabi ko'rinishi aniq bo'lgan detallar ishtirokidagi videolarda ishlatiladi. Lekin esingizda bo'lsa, Kling 3 modelini Elements funksiyasi bilan tanishib chiqqandik. Bu funksiya bizga qanaqa afzalligi bor edi? Ya'ni birinchi frameda kitobni, misol uchun 1984 kitobi deylik, aynan shu kitobni first frameda aniq bir ko'rinishni aks etmasa ham, end frame joylashtirilmagan holatda ham aynan shu kitobni umumiy ko'rinishini saqlab qolishimiz mumkin edi. Ya'ni mana bu yerda esingizda bo'lsa, mana faqatgina first frame asosida ishlangan video edi, ya'ni
bu yerda hech qanaqangi elements funksiyasi foydalanmaganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi natijamiz bo'lsa bizda mana umumiy holatda qoniqarsiz ravishda chiqib kelgan. Bu yerda ishlatganimizdaki aynan shu misol uchun qog'ozda Shermuhammad AI artist deb yozilgan qog'ozni biz referens sifatida elements bo'limiga kiritib qo'yib, faqatgina first frame asosida mana shu prompt asosida ishlaganimizda bizda qoniqarli natija chiqqan bo'lardi katta ehtimol bilan. Ya'niki elements funksiyasi end frame joylashtirmagan holatda ham bizda umumiy vizualni saqlab qolish imkoniyatini bizda taqdim qiladi. Demak, sizlarga hozir bitta misol tariqasida bitta videoni generatsiya qilib ko'rsaman. Demak, hozir biz start frame ga bitta istalgan bitta kadrni joylashtirib olamiz. Demak, oldingi foydalangan kadrim. Endi bo'lsa, deylik, a man places the book. Endi bo'lsa 1984 ni joylashtirib qo'yamiz. Misol uchun, bu yerda men promptni uncha professional ravishda yozmadim, shunchaki oddiy shaklda yozib qo'ya qoldim. Shunchaki bu funksiyani qanaqa ishlashini ko'rsatish maqsadida. Lekin bitta narsani inobatga olishimiz kerakki, hamma modelda ham elements funksiyasi yo'q, shuning uchun end frame dan to'laqonli voz kechish har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Hozir sizlarga aynan shu videoni biz end frame asosida ham tayyorlab ko'ramiz. Demak, buning uchun biz ChatGPT ga o'tib olamiz va kadrimizni, ya'ni first frame'imizni ChatGPT ga joylashtirish orqali unga prompt yozdiramiz. Ya'ni bu yerda hozir mana first frame'imni reference sifatida ChatGPT ga yukladim. Endi bo'lsa, ushbu rasmga man referensini yuklagan kitobni joylashtirishim uchun edit prompt yozib ber. Edit prompt degani, ya'ni mana shu rasmni tahrirlash uchun prompt yozib ber degan ma'noda unga buyruq beryapman. Endi bo'lsa, promptimizni jo'natamiz va undan edit promptni olamiz. Demak, promptimiz tayyor bo'ldi. Endi uni kopirovat qilib olib, nano bananaga o'tib olamiz va mana bu eski promptlarimizni o'chirib tashlaymiz. Endi bo'lsa, bu yerga hozir first frame'imizni joylashtirib olamiz, ya'ni mana bu pustoy kadr va ChatGPT dan olgan ya'ni promptimiz va endi bo'lsa 1984 kitobini umumiy ko'rinishini biz internetdan topib olishimiz kerak. Misol uchun deylik, mana bu kitob ko'rinishi bizda yetarli bo'ladi. Menimcha yaxshiroq ko'rinyapti. Demak, rasmimizni saqlanib qolamiz va biz nano bananaga buni referens sifatida joylashtiramiz. Demak, bizda first frame tayyor, ya'ni joylashtirildi va kitobi ko'rinishi ham joylashtirildi, promptimiz ham joylashtirildi va bizga o'zimizga kerakli modelni tanlab, ya'ni nano banana 2 va formatini tanlaymiz. 2K rezolyutsiya bizda yetarli. Demak, generatsiya tugmasini bosamiz. Demak, bizda natijamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, aynan shu muhitda xuddi biz joylashtirilgan kitobni rasmini ko'rishimiz mumkin. Endi bo'lsa, buni end frame ga, ya'ni bu yerda sketchat qilib olishdan chiqibdi. Xo'p, sketchat qilib olamiz va endi bo'lsa end frame ga ushbu natijamizni joylashtiramiz. Xo'p, demak, bizda kadrlar joylashtirildi, prompt o'sha va biz generate tugmasini bosamiz. Demak, bizda videomiz generatsiya bo'lguncha birinchi, ya'ni elements funksiyasidan foydalangan holatdagi videomizni ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, xuddi shu o'zimiz bergan buyruq asosida aynan shu elements bo'limidagi kitobni ko'rinishini 100% saqlagan holatda bizga natijani beryapti. Endi bo'lsa, end frame asosida tayyorlangan videomiz tayyor bo'ldi. Endi uni ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, xuddi shu o'zimiz joylashtirilgan start frame va end frame asosida to'liq-qonli saqlagan holatda bizda natijani taqdim qilyapti. Ya'ni kitob ko'rinishi ham xuddi shu shaklda saqlanib qolgan. Bu funksiyani, ya'ni bu narsani ko'rsatishdan maqsad element funksiyasi hamma modellarda, yana takrorlan aytaman, hamma modellarda yo'qligi uchun bu funksiyani biz to'liq-qonli voz kechib olmaymiz. Shuning uchun bu funksiyani ham bilib qo'yish bizga zarar qilmaydi. Umuman olganda bu funksiyani hamma holatlar uchun bemalol ishlatishimiz mumkin. Misol uchun odamning harakati, misol uchun yugurib ketayotganda charchab qolib to'xtagan holati, misol uchun yugurib ketyapti va oxirgi kadr bo'lish kerakki, u qata'dir to'xtab, hansirab turgan holatida bo'lishi mumkin. Bitta narsani yana aytib o'tmoqchiman. Misol uchun hozir men aynan shu kitobni edit prompt yordamida tayyorlab oldim. Ya'ni mana bu muhit asosida
shunga e'tibor beringlarki, ya'ni edit prompt yozdirib uni generatsiya qilganinglarda ko'p holatlarda mana bu muhitni qisman o'zgartirib yuborishi mumkin. Misol uchun deylik, mana bu soya yo'q bo'lib qolishi mumkin yoki umumiy yorug'lik jihatdan qanaqadir o'zgarishlar yoki mana bu yerdagi misol uchun teksturalardagi o'zgarishlar bo'lib qolish ehtimolligi katta. Shuning uchun bir xillikni saqlab qolishga katta e'tibor beringlar. Shunda videoinglar hech qanaqangi bir defektlarsiz aniqroq silliq shaklda chiqishiga katta yordam beradi. Agar qanaqadir yorug'liklar o'zgarib ketsa ham sizlarda qanaqadir defektli, uncha chiroyli bo'lmagan vizualdagi video ko'rinishini olasizlar. Bundan tashqari start frame va end frame misol uchun kun bilan tun almashish holatlarida ishlatishimiz ham mumkin. Bunga misol qilib hozir sizlarga bitta videoni tayyorlab ko'rsatib beraman. Buning uchun biz birinchi navbatda start frame uchun biz rasm prompt yozdirib olishimiz kerak. Misol uchun deylik, tong holati tog'li hududda ko'rinishini yaratish uchun rasm prompt yoz. To'liq promptni to'liq strukturaga asoslangan holatda yozib o'tirmadim, shunchaki oddiy yoza qoldim sizlarga mohiyatini tushuntirish maqsadida. Demak, biz promptimizni olamiz, kopiya qilib olamiz va eski prompt o'rniga joylashtirib, demak, nano banan 2 bizning holatimizda deylik 16.9 bo'lsin. Demak, generatsiya tugmasini bosamiz. Demak, bizda natijamiz tayyor bo'ldi. Mana tong holati tog'li hududda. Endi bo'lsa bu rasmni biz edit prompt yozdirib olishimiz kerak, ya'ni tong holatidan tun holatiga o'tkazish uchun. Endi bu rasm uchun edit prompt yozib ber. Undagi tong holati tun holatiga o'zgargan bo'lsin. Xo'p, demak, bu yerda e'tibor beriladigan jihat shuki, mana bu bulutlarni joylashuvi va mana bu odam ham yo'q bo'lish kerak. Chunki ertalabdan tungacha bulut joylashuvi o'zgaradi va odam ertalabdan tungacha bir joyda turmaydi. Shuning uchun biz mana shu jihatlarga ham e'tibor berishimiz kerakki, ya'ni start frame'dagi holat end frame holatida boshqacharoq holatda yoki boshqacharoq lokatsiyada bo'lishi mumkin. Misol uchun yana boshqacharoq misol qiladigan bo'lsak, odam yugurib ketayotgan sahna bo'lishi mumkin. Ana shu sahnani end frame'ni yaratishimiz uchun end frame yaratganimizdagi, ya'ni yaratganimizda joylashuv muhit lokatsiyasi bitta joyda bo'lib qolmasligi kerak. Misol uchun daraxt, misol uchun start frame'da odam daraxt oldida yugurib ketyapti va end frame'da ham xuddi shu daraxt oldida to'xtab turgan holatda bo'lmasligi kerak. Ya'ni boshqacharoq holatda bo'lishi kerak. Ya'ni bir xil bo'lib qolsa, videoingiz misol uchun yugurish boshlab, yana orqaga qaytib, shu yerda to'xtab qolish ehtimolligi bo'ladi. Shuning uchun mana shu holatlarga ham e'tibor berish shart. Xo'p, bizning holatimizda odam yo'q bo'lishi kerak, ya'ni qaytib ketib qolgan bo'lishi kerak. Bulutlarni joylashuvi ham o'zgarib, quyosh ichkariga kirib ketgan holatda bo'lishi kerak. Endi unga hozir rasmimizni ChatGPT ga jo'natib, unga aniqroq bitta vizualni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Endi bo'lsa rasm uchun edit prompt yozib ber, undagi holatdan holatiga o'zgargan bo'lsin. Odam ham g'oyib bo'lishi kerak, bo'lgan bo'lsin. Quyosh botgan, bulutlar, tumanlar ham joylashuvi o'zgargan bo'lsin yoki g'oyib bo'lsin. Vaziyatga ko'ra o'zing moslashtirib prompt yoz. Demak, bizda edit promptimiz tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa aynan shu rasmimizni referens sifatida yuklaymiz. Eski promptimizni o'chirib, joylashtirib, yangisini shu asosda generatsiya qilamiz. Birinchi qilingan generatsiyamiz uzoq vaqt olgani uchun ikkinchi marta generatsiyani yubordim. Demak, mana natijamiz tun holatiga o'zgargan, odam yo'q va bulutlar joylashuvi umuman boshqacha. Xo'p, demak, endi bo'lsa buni ChatGPT ga yanada u aniqroq tushunishi uchun bu rasmlarni joylashtirib, unga video prompt yozdiramiz. Endi bo'lsa shu kadrlar asosida time lapse uslubida. Time lapse nima degani? Time lapse bu holatda tezlashtirilgan ko'rinishi. Demak, time lapse uslubida video prompt
yozib ber. Demak, bizda promptimiz tayyor bo'ldi. Copyright qilib olib, buni endi asosida video yaratamiz. Demak, start frame ga kunduzgi holatni joylashtiramiz. End frame ga tun holatini joylashtiramiz. Va promptimizni joylab, demak 5 sekund sal kamlik qilish mumkin, shuning uchun biroz cho'zgan holatda yaratib ko'ramiz. Demak, bizda framelarimiz joylashtirildi, promptimiz joylandi. Endi bo'lsa uni mana bu joyda davomiylik ham ko'rsatib qo'ygan ekan. Bu qismini olib tashlasak ham bo'ladi. Umuman olganda davomiylik va ya'ni mana bu formatlarni ko'rsatish muhim emas, chunki biz mana bu joyda nastroykada biz o'zimiz mustaqil boshqarishimiz mumkin. Ya'ni bu yerdagi format YouTube format. Bizning holatimizda ham framelarimiz YouTube formatda, ya'ni gorizontal holatda. Umuman olganda promptda bu narsani ko'rsatish unchalik muhim bo'lmagan narsa, chunki bu yerda rasm ko'rinishi o'zi bu narsani bloklab qo'yadi. Endi bo'lsa buni biz generatsiya qilib ko'ramiz. Demak, bizda natijamiz tayyor bo'ldi. Endi uni tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, mana umumiy holat, ya'ni kunduzgi holatdan tun holatiga o'tib qolyapti. Ya'ni bu yerda umumiy mohiyatni tushuntirishdan maqsad bu yerda o'sha start frame bilan end frame qanaqa ishlashini sizlarga tushuntirishdan iborat edi. Demak, mana bu yerdagi odamni to'g'ri shunchaki yo'q bo'lib qoldi, lekin buni promptda shunchaki qayta yozdirib, buni to'g'rilashimiz mumkin. O'ylaymanki, sizlarga bu narsani qayta sinab ko'rish muammo emas, shunchaki sizlarga bu narsani qanaqa ishlashligini sizlarga ko'rsatishdan iborat edi. Ya'ni qanaqa shaklda, qanaqa xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerakligini sizlarga ko'rsatishdan iborat edi. Demak, sizlarga umumiy mavzu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni start frame'dagi holat ikkinchi holatda lokatsiyasi, teksturasi deylik, misol uchun qanaqadir obyektni umumiy holat sal boshqacharoq ko'rinishda bo'lishi kerak. O'ylaymanki, sizlarga start frame va end frame haqidagi umumiy tushuncha sizlarda hosil bo'ldi. Agar sizlarda qanaqadir qo'shimcha takliflar yoki savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimga yozib yoki videoni izoh qismida bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Unga qo'shimcha ravishda sizlarga darslik qilishga harakat qilaman. Xudo xolasa keyingi darslarimizda yana qiziqarli mavzular sizlarni kutib turibdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.